Yili sal teparoq Matiz so'raganlar uchun boshlang'ich $450 bilan mana shu 2013-yil ishlab chiqarilgan Matizimiz halollansin savdoga berilayotgan ekan. Akalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Obzorcha qilib beramiz. Oxirida oylik to'lovlarni aytib o'tib ketaman. Akalar, ketdik. Yili 2013 faralari ko'rib turgan bo'lsangiz, yaxshi holati, baland holatlari ham juda ham yaxshi inshaalloh. Bemalol bitta sezon minib olsangiz bo'ladi akalar. Xo'p, salon qismiga kiradigan bo'lsak, obshipkalari yomon emas, mana o'zini radnoy chexollari. Yana bitta tozalab olsangiz, chutki holatga keladi. Xo'p, o'zini ham bunaqa rollari, nima deyman, boshqa bir tanasi kulaladi shu temaga. 142 ming probeg akalar. Mashinamiz mexanika ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bunaqa Spark Microphone ham qo'yilgan, faqat bez konditsioner akalar. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mashina holati yomon emas. Ishlab turishga, rabatdagi yaxshi mashina akalar. Mashina to'laqonli benzin yuradi. Nima deysizlar? Orqalari ham yomon emas mana. Xullas, kelib ko'ringlar. Inshaalloh yoqsa baraka qilsangiz bo'ladi. Baratam qotdilar. Rahmat. Boshlang'ich $450 berasiz, oylik to'lov keladigan bo'lsa, $200 24 oyga qilib berishga berishyapti akalar. Xullas, tegidagilar nomerlarni qoldirdik, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa yaxshi Matiz qidirgan o'rtoqlarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa, akalar joninglar sog' bo'lsa o'zinglar qilasizlar.